Assalomu alaykum yana bir bor barchaga. Bugun sizlar bilan yana ozroq tanaffusdan keyin Xudo xohlasa yana oliy matematika misollarini birgalikda ko'rib o'tamiz. Bugungi misolimiz o'sha kompleks analiz faniga tegishli bo'ladi. Mana bunaqa bitta soha berilgan. Bu sohada mana shu ko'rinishdagi funksiyamiz berilgan. Shu funksiyamiz bu sohani qayerga akslantirishligini sizlar bilan birgalikda topamiz. O'shani birgalikda ishlaymiz. Bu kasr ko'rinishidagi funksiya hisoblanadi. Chiziqli funksiyalar bor, undan tashqari Zhikovskiy funksiyalari, trigonometrik ko'rsatkichli funksiyalar bor. Xudo xohlasa ularni keyinchalik sekin-sekin o'sha akslantirishlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Hozir dastlabki holatda mana shu funksiyamiz berilgan ekan, shu funksiyamiz mana bu sohamizni qayoqqa akslantirishini ko'ramiz. Biz oddiy elementar funksiyada ko'rganmiz, ya'ni sonlar o'qidagi, ya'ni x ning bir qiymatiga y ning bitta son qiymatini mos qo'yardik, to'g'rimi? Bu yerda endi mana bu sohani, mana bu funksiyamiz qanaqadir yana bitta sohaga o'tkazadi. Tushunarlimi? O'shani birgalikda ko'ramiz. Birinchi navbatda nima qilamiz? Biz birinchi navbatda mana bu d sohani tasavvur qilib olaylik. Biz bu hozir kompleks sonlar maydonida o'rganyapmiz. Qarang. O'zi z kompleks sonimiz qanday tashkil topgan? Ya'ni x plus y deymiz. Bu yerda x'imiz haqiqiy qismi deyiladi, y'imiz bu mavhum qismi deyiladi, ya'ni kompleks son. Haqiqiy qismini biz rz, ya'ni rz deb belgilaymiz, bu x ga teng. Y'imiz bu mavhum qismi, bu y ga teng. Qarab turgan bo'lsak, ya'ni ko'radigan bo'lsak, mana bu mana bu yerda z ham bor-da. O'sha z kompleks sonning mavhum qismi deganda, mana bu yerda ham z bo'lganligi uchun o'shani y deb qo'ysak bo'ladi. Endi qaraymiz. Bu yerda mana bu degani bizga o'zi x degani ekan. Demak, o'sha kompleks sonlar o'qidagi haqiqiy qismi 1 dan kichik bo'lgan ekan. Mana buni x deyotgan bo'lsak, x kichik 1 dan ekan-da. Endi mana shuni biz ana o'zini sohasini tasvirlab olaylik. Kelingizlar birgalikda o'sha sohani tasvirlab olamiz. Bizda o'sha kompleks sonlar o'qida ko'rganimiz uchun mana bu y o'g'ini, ya'ni elementar matematikada y deb ketganmiz, y deb tasavvur qilamiz. Mana buni esa x o'qi deymiz. Mana shu holatda bu kompleks sonlar tekstil hisoblanadi. Mana bu mavhum qismi ham bor. Endi qarang, bizda o'sha sohamizda aytayaptiki, mana bu 1 kirmadi ekan, mana shu 1 dan kichik ekan. Mana 1 bo'lsa ixtiyoriy, ya'ni y'imizda o'zgarishi ixtiyoriy ekan-da. Demak, 1 dan kichik bo'lgan soha ekan, d sohamiz. Demak, mana bu soha bizda o'sha berilgan sohamiz mana shu soha ekan. Ya'ni x o'qidan 1 dan kichik bo'lgan barcha sohani tashkil qilgan ekan. Endi biz bilamizki, mana bu funksiyamiz endi o'shani qayerga akslantiradi? Mana shu sohamizni qanaqa sohaga akslantiradi? O'shani topamiz. Kelingizlar, uning uchun nima qilamiz? Birinchi navbatda mana bu yerdan biz buni ishlash usullari juda ko'p. Ya'ni o'zining xossalari bor. Xossalar orqali, ya'ni kasr chiziqli funksiya xossalar orqali ishlasa ham bo'ladi. Biz bugun oddiyroq usulda. Keling, birinchi navbatda mana bu funksiyamiz, ya'ni omega bilan z orasida bog'lanishdan biz z topib olamiz. Bu yerda omegamizdan bir qanaqadir bir kompleks son deb tasavvur qilsak bo'ladi. Kompleks son. Chunki mana bu tomon qarasalaringiz, bu z kompleks son. Kompleks sonlar kasr ko'rinishida turibdi. Ya'ni bundan ham qanaqadir bir kompleks son chiqadi. Demak, bu ham kompleks son. Demak, endi hozir birinchi navbatda o'sha yerdan biz kompleks sonni z'imizni topib olaylik. Kelingizlar. Z topadigan bo'lsak, ya'ni z ni omega orqali ifodalab buni bu tomonga ko'paytiradigan bo'lsak, omega ko'paygan z minus 2 omega bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu yoqda. Bu teng mana bu z bo'ladi. Endi mana bundan z topadigan bo'lsak, omegani bu yoqqa o'tkazaman, bu z ni bu yoqqa o'tkazaman va z ni chiqarib olaman. Z ni chiqarib topadigan bo'lsam, 2 omega taqsim bu yoqqa minusga o'tgandan keyin omega minus 1 holatiga kelib qolar ekan. Mana shu ko'rinishga kelar ekan. Ko'rdikmi? Z'imiz omega orqali mana shu holatda ifodalanar ekan. Men sizlarga hozir aytdim, ya'ni omegamiz ham bu qanaqadir bir kompleks son. Biz z degan hozir o'zgaruvchilarni x degan bo'lsak, omegani endi o'shasini
o'zgaruvchilar, ya'ni haqiqiy qismini u deb belgilaylik, mavhum qismini qanaqadir bir ko'rinishda izlaylik. Va mana shuni uni o'rniga olib kelib qo'yamiz. Tushunarlimi? O'rniga olib qo'yamiz. O'rniga olib qo'yadigan bo'lsak, zimizni ko'rinishi qarasak, 2 qavschilar u plus i va suratimiz shu. Mahrajimizga ham qo'yadigan bo'lsak, qarang, buimiz ham ya'ni bir sonimiz ham bu haqiqiy sonda, tushunasizmi? O'shaning uchun uni oldiga qilib qo'yaman. Ya'ni buni nima qo'ysam bo'ladi? u minus 1 plus i va deb yozamiz. Biz bilamizki, hozir bu yerda kompleks sonlarda ratsional, ya'ni mahrajni o'sha kompleks sondan qutqarsak bo'ladi. Mahrajni qo'shmasiga, surat va mahrajga ko'paytiradigan bo'lsak, xuddi ratsionallikdagi tushunadigan bo'lsak ham bo'ladi. O'shanda buni kompleks sonlarimiz mahrajda qolmaydi. Qo'shmasi deganda mana bu mavhum sonning oldidagi ishorasi qarama-qarshisiga ko'paytiramiz. Mavhum sonimiz oldi plus bo'lib turibdi, demak o'shani minusligiga ko'paytiramiz. Birdan o'shani yozib ketaylik. Xo'p, kelingizlar. U minus 1 minus i v. Buni yozayotgan bo'lsak, xuddi shuni u minus 1 minus i v. Endi qarang. Mana bu biz i sonimizning kvadrati bu minus 1 ga teng. Buni biz bilamiz, kompleks sonlarda o'tilgan. Ya'ni i ning kvadrati bu minus 1 ga teng bo'lgan son. O'shani mavhum son deb ataganmiz. Xuddi endi buni qarang. A kvadrat minus b kvadrat bo'lib qolyapti. O'shanga kelib qoladi. O'shani yoyilmas holatda bo'lib turibdi. Demak, buning kvadrati va buning kvadrati. Bizda bilamizki, i ning kvadrati minus 1 ga teng. O'rniga minus 1 qo'yib beradigan bo'lsa, qarang, minus 1 o'sha narsa plus bo'lib ketadi. Ya'ni mahrajimiz tepadan yozaylik. Mahrajimiz qarangizlar. Mahrajni yozayotgan bo'lsak, u minus 1 ning kvadrati plus b kvadrat bo'lib qolar ekan. Endi suratimizni ham ochib chiqamiz. Suratimizni ochib chiqamiz. Qarang, ochib chiqargan bo'lsak, bu qavsni har birini alohida ko'paytiramiz. Buni bunga ko'paytiramiz va buni bunga ko'paytiramiz. Buni ham xuddi shunaqa mavhum qismiga, haqiqiy qismiga birdan suratni ajratib chiqargan bo'lsak, qarang, buni ko'paytiradigan bo'lsak, ikki haldan tashqari turadi. U ko'paygan u minus 1 endi qarang, mana buni haqiqiy qismi, mana bu ikkalasini yana ko'paytiradigan bo'lsam, mana i va i ga ko'paytiradigan bo'lsa, yana i kvadratimiz minus 1 ga teng bo'lib qoladi. Mana bu minus-ku, o'sha minus bilan plus bo'lib ketadi-da, mana bu yerda plus v kvadrat hosil bo'lib qoladi haqiqiy qismimizda. Endi mavhum qismini ajratib olamiz. Endi buni bunga ko'paytiradigan bo'lsam, u bo'ladi minusda, mana bu minusda. Mana buni bunga ko'paytiradigan bo'lsam plyusda. Demak, i ni birdaniga chiqarib olaman. Haqiqiy mavhum qismidagi i ni chiqarib qo'yaman-da, qarang. Mana buni bunga ko'paytirdim, haqiqiy qismiga ko'paytirsam, v ko'paygan qavs ichida u minus 1 minus u v. Mana shu ko'rinishga kelib qolar ekan. Endi buni soddaroq holatga keltirib olamiz. Xo'sh. Buni soddaroq holatiga keltirsak bo'ladi. Mana shu holatda tursa ham bo'ladi. Bizga hozir asosan bizga haqiqiy qismi kerak-da. Tushunasizlarmi? Haqiqiy qismini topishimiz kerak. O'sha haqiqiy qismi orqali biz soddaroq holatga keltiramiz. Endi qarang, mana buni ochib chiqargan bo'lsak, 2 u kvadrat minus u plus b kvadrat taqsim u minus 1 ning kvadrati plus b kvadrat deyman. Plus i yoki bo'lmasa i ni oxirida yozib qo'ysak ham bo'ladi. Mana buni qavsni ochib chiqargan bo'lsam, qarang, qavsni ochib chiqargan bo'lsam, u va mana bu minus bilan qisqarib ketadi ekanda, mana bu yerda minus paydo bo'lib qolar ekan. V taqsim u minus 1 ning kvadrati plus v kvadrat hosil bo'lib qolar ekan. Faqat mavhum qismimizdagi i bor. Mana bu i. O'sha mavhum qismini aniqlab qo'ydik. Biz qarang, nima qilib keldik? Bu yerda z ni amaliy orqali soddalab oldik. Endi nima qildik? O'shani soddaroq holatida keltirib oldik. Uni biz amigani ham kompleks son dedikda, mana bu ko'rinishda qolib oldi. Umumiy ko'rinish mana shu holatda. Demak, bundan biz
oxiri soddalashtirib, ya'ni mahrajda ham ya'ni ildizni, ya'ni ratsionallik deganda, ya'ni kompleksiyondan qutqardik, qo'shmasiga ko'paytirib, o'shanda oxirida biz uni haqiqiy va mavhum qismlariga ajratib oldik. Ya'ni men bu holatga keltirib oldik. Zetimizda ham xuddi haqiqiy qismini alohida, mavhum qismini alohida keltirib oldik. Qarasalaringiz, men bu bizga haqiqiy qismini berib qoldi, bu qismi esa mavhum qismini berib qoldi. Xuddi shunaqa men bu ifodani qanaqadir bir belgilash kirsak, buni ham belgilash kiritadigan bo'lsak, men bunaqa holatga, zetning ko'rinishiga kelib qolaman. Demak, mana shu yerdan biz hozir mana shuni soddalashtirib kelganimiz aslida qarang, mana bu tenglikdan orqaga keladigan bo'lsak, bu narsamiz bu zetga teng. Endi mana shu zetning r zetini topadigan bo'lsak, bu haqiqiy qismiga teng. Haqiqiy qismimiz bizda x ifodalari, ya'ni mavhum qismidan tashqaridagi. Demak, bizda haqiqiy qismimiz o'rnida mana bu ifoda turibdi. R zetimiz bizda nimaga teng ekan? 2u kvadrat minus u plus v kvadrat taqsim u minus 1 ning kvadrati plus v kvadrat ekan. Mana shunga tengligi bor. Tushunarlimi? Biz mana shuni topib oldik. Bizda shart berilgan, sohamiz berilgan, sohaning sharti. Mana bu haqiqiy qismimiz birdan kichik. Mana shu real zetimiz bizda aytgan ekan, birdan kichik ekan degan shartni bergan ekan. O'shani biz topib qo'yishimiz kerak. Bo'ldi, mana shundan endi biz tengsizlikda ishlashimiz kerak. Mana shu tengsizlik hosil qilgan sohani topib qo'ysak, bizga o'sha yetadi. Bunda nima qilamiz? Mana bu birni chap tomonga o'tkazamiz, umumiy mahraj beramiz va soddalashtiramiz. Endi surat yozayotgan bo'lsam 2u kvadrat minus 2u plus 2v kvadrat. Buni bu yoqqa o'tkazayotgan bo'lsam, bu minusga o'tadi. Mana bu oldi hammasi minus bo'ladi. Birdan qavs ochib chiqaman. U kvadrat plus, qarang, mana bu minus edi-ku, mana bu yerdagi minus bilan buni plus bo'lib ketadi. 2u plus minus bo'ladi bu. Minus 1. To'g'rimi? Minus 1 bo'ladi. Endi qarang, minus 1, mana bu ham minusda bo'ladi. Minus v kvadrat. Taqsim. Mana buni o'zi. U minus 1 ning kvadrati plus v kvadrat. Mana shunimiz kichik nollar. Mana shu holatda bo'lar ekan. Biz suratni qaraydigan bo'lsak, suratda o'xshashliklar bor. Suratda bu bilan bu bir xil ekan. Yana qaysi bor? Xo'sh. Mana bundan ikkita ekan, bundan bitta ekan. Bittasi ketadi. Bunda ham xuddi shunday ekan. Qarang. U kvadrat plus v kvadrat minus 1 taqsim u minus 1 ning kvadrati plus v kvadrat ekan. Tushunarlimi? Mana shu har doim noldan kichik bo'lishi kerak ekan. Biz bilamizki, bu mana mahrajimiz har doim musbat, chunki kvadratlar bu musbat son. Bizga u noldan farqli bu musbat son hisoblanadi. Bizda mana bu nollik shartini, ya'ni noldan kichik shartini bajarish uchun mana buning o'zi bizga yetadi. Mana bu suratimiz o'sha o'zini noldan kichik qilib qo'ysak, o'shaning o'zi bizga yetarli bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, u kvadrat plus v kvadratimiz kichik 1 degan natijani olamiz. Bu u bilan v o'sha amiganing, ya'ni haqiqiy va mavhum qismlari. Endi o'shani tasvirlaydigan bo'lsak, qarang. O'shani grafikda tasvirlaydigan bo'lsak, bu bunaqa holat ekan. Demak, i v mana buni u deyman. Bizni mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, x o'rnida u keldi, uni qo'ydim. Endi bu boshqa bir soha. Ya'ni o'sha kompleks sonlar tekisligidagi soha yo'q, faqat haqiqiy qismini o'sha x ni biz u deb belgilaganmiz, y ni v deb belgilaganmiz. U bizga ahamiyatga ega emas, ya'ni belgilash qanaqa bo'lishi. Mana o'sha haqiqiy qismini u deydi. Mana u x o'rniga o'sha grafikimizdagi sohaning o'rniga x o'rniga uni qo'ydim. Y o'rniga v ni qo'ydim. O'sha sohani biz endi tasvirlashimiz kerak. Mana bu funksiyamiz qanaqa sohaga o'tkazishini aniqlashimiz kerak. Biz mana bu u bilan v ning orasidagi bog'liqlikni topdik. Mana bu radiusi 1 ga teng bo'lgan o'sha doiraning ichki qismi ekan. Ya'ni bizga doirani berar ekan. Faqat o'sha chegara kirmar ekan. Mana bu chegaralar kirmagan birlik doira ekan. Mana bu sohaning chegarasi kirmaydi. -1, -1, 1, 1. Endi mana shu
bizga berilgan sohamizda mana bu funksiyamiz mana shu birlik doiraning ichiga akslantirar ekan. Bizga so'ralgan, ya'ni mana shu akslantirishni toping deyilgan edi. Biz o'sha akslantirishni birgalikda topdik. Mana shu tartibda ishlasak ham bo'ladi. Va buni boshqa o'zining xossalari orqali ham topsa bo'ladi. Kasr chiziqli funksiyaning xossalarini asosdan topsa ham bo'ladi va bu keyingi usul hisoblanadi. Shu orqali topsak ham bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.